Bugun sizga Farg'ona shahrining eng tinch, fayzli va qadri baland hududlaridan biri Chkalov mavzesida joylashgan hovlini taklif qilamiz. Videoni o'zidan ham ko'rib turibsiz. Mahallaga kirishingiz bilan ozodalik, sokinlik va fayzli muhit darrov e'tiborni tortyapti. Endi esa ichkariga kiramiz. Darvozadan kirishingiz bilan sizni keng va ozoda hovli kutib oladi. Hovlining o'rtasida oilangiz bilan yozning salqin oqshomlarini maroqli o'tkazishingiz uchun chiroyli besetka tayyorlangan. Atrofidagi yashil hudud esa hovliga yanada fayz va shinamlik bag'ishlayapti. Umumiy maydoni 6 sotix yer maydonida joylashgan bo'lib, 5 ta keng va yorug' xonadan iborat. Har bir xona zamonaviy did asosida sifatli ta'mirlangan. Bu oddiy sotuv uchun qurilgan uy emas, egalari uni o'zlari yashashi uchun puxta va sifatli qilib barpo etishgan va ayrim shaxsiy sabablarga ko'ra sotuvga chiqarildi. Uyning har bir qismi qulaylikni o'ylab rejalashtirilgan. Yozgi va qishki oshxonalari mavjudligi yilning istalgan faslida bemalol foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari podvali ham bor. Bu esa qo'shimcha saqlash joyi yoki boshqa maqsadlarda foydalanish imkonini beradi sizga. Yana bir muhim afzalligi, hovlining yon tomonidan alohida kirish eshigi ham bor. Gaz, elektr, ichimlik suvi va boshqa barcha kommunikatsiyalar to'liq mavjud. Hech qanday qo'shimcha xarajat qilmasdan kalitni olib kirib yashashni boshlaysiz. Ushbu hovlining narxini $170 ming ga baholashdi. Albatta yana kelishiladigan joylari bor ekan. Joylashuvi ham juda qulay. To'liq manzil Farg'ona shahar Chkalov mavzesida, San'at saroyidan atigi 1 kilometr uzoqlikda joylashgan. Shahar markaziga yaqin bo'lishi bilan birga, sokin va xavfsiz mahallada istiqomat qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar siz oilangiz uchun keng, sifatli qurilgan, tayyor va nufuzli hududdagi hovli izlayotgan bo'lsangiz, bu uy aynan siz uchun. Batafsil ma'lumot olish va uyni o'z ko'zingiz bilan ko'rish uchun ekrandagi raqamlarga bog'lanaverasiz. Videoni yaqinlarga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin, balki siz izlayotgan yangi xonadon aynan shu uydir.